Assalomu alaykum do'stlar, qandaysizlar, yaxshilarmi? Kanal o'ziga kirsinglar, podpisatsiya bo'lib, kommentariy yozib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Dom, pechkani o'chirib qo'ying-da. Dom jasaganlar bo'ladigan bo'lsa, jasad ekanlar bo'lsa, ko'pchilik suruv beradi. Haqiqatan domda urdi, dushovoyning ichiga radiator mostalib qo'yilib olgan, turba tashalmagan. Domni sizlar sotib olsanglar, haqiqatan domni ichida dushovoyga tochka tashalib olgan, radiator ilgani. O'shini meni savetim, men o'zim qilib yurganimni aytam. Ariston ilesteru, Aristondan через Ariston radiatorga tiqib turib, bu yoqqa обратный qaytatu. Aristonni sovuq suv kirganiga ulab qo'ysanglar bo'laveradi do'stlar. Bo'laveradi. Asha Aristonda suvni o'zini issig'ini chiqarib beradi. Bemalol ushlasangiz qo'lingiz kuyadi. Chachiq qo'yasiz, boshqa qo'yasiz, qo'lingiz kuyadi do'stlar. O'shunday qilsanglar bo'laveradi. Haqiqatan libbo domga kirsanglar, domlarda yo'q. Xohlasanglar etaj uylarga qilsanglar ham bo'laveradi. Etaj uylarga, paltarashkalarga o'shunday qilib qo'ysanglar bo'laveradi. Потому что etaj uy, misoli etaj uy deylik, etaj uylarga dushga kirmoqchi bo'lsanglar, o'shini ключат qilib qo'yasizlar, ключат qilib qo'yasizlar. Dushdan chiqib ketganda o'chirib qo'ysanglar bo'laveradi. Dushga kirishdan oldin bir 15 minut, 20 minut oldin shunday razvedkaga sayib qo'ysanglar, o'zi issiq suv aylanib turaveradi. Tashi Ariston, через Ariston radiatorga kiradi, radiatordan Aristonga kiradi. Aristonda issiq suv radiatorga kiradi, radiatordan yana Aristonga kirib ketadi. Sirkulatsiya bo'lib aylanib turaveradi, sirkulatsiya bo'lib. Misoli erta bahor yo'q, parovodga ulatam deb turib, etaj uydagilar, bir etajdagilar parovodga ulatib qo'ysa, dushga kirmoqchi bo'lsa erta bahor. Ponni parovodni o't chaqishga to'g'ri keladi. Men aytganda bo'ladigan bo'lsa, только Ariston bilan tok bilan aylanadi, Aristonning ichida issiq suvni aylantirib beradi. Ashe dushovoyingizni bemalol isitadi do'stlar. O'shunday. Erta bahor, yozinda, masalan, kech kuzda yoshi katta odamlar bo'lsa, endi dushovoy kafil bo'ladi, sovuq bo'ladi-da, do'stlar. O'shunda sizlar Aristonga ulab qo'ysanglar bo'laveradi. Ko'pchilik Aristonni bilmaydi-da, bilmaydi. Aristonga emas, yo'q, parovodga ulatib qo'yishadi. Uning uchun u bekerdan ishlaydi. Qishinda ele ishlaydi. Erta bahorda ham sovuq bo'ladi-da. Mana hozir kech kuzda ham sovuq bo'ladi. O'sha paytda ключат qilib qo'ysangiz bo'laveradi. Erta bahor dushga yoshi katta odamlar kirem deydigan bo'lsa, ponni sistemani yaxshiga to'g'ri keladi. Dushovoydagi alohida bo'ladi. Baribir pechkaga o't yaxshiga to'g'ri keladi. Men aytganda bo'ladigan bo'lsa, shunday kiretda razvedkani to'kka sayib qo'yadi, bo'ldi. O'zi sirkulatsiya bo'lib turaveradi, sirkulatsiya bo'lib turaveradi. Chiqib ketganda razvedkani uzib qo'yadi, bo'ldi, o'chadi. Kerakli paytda ishlaydi, keraksiz paytda sug'urib qo'yadi. O'shunday qilib qo'ysanglar bo'laveradi. Ko'proq domdorda tochka qo'yib olsdan ketadi. Domdorda ham masalan men aytgandek qilib qo'yadigan bo'lsam, domni parovoyni yaqpasa ham sizlar ishlatib turaverasiz, ishlataverasiz. Masalan, ayollar ko'proq kir quritam deydi, boshqa qilam deydi, shunda quritsa bo'laveradi. Shunda kir mashina yuvib turib, ключат qilib qo'yadi, parovoy ustiga tashab qo'ysa, qurib turaveradi do'stlar. Masalan, erta bahorda, kech kuzda, hozir masalan, parovoylar bilmadim, ishlaydi. Sizlarki men aytgandek qilsanglar, ishlayveradi. Только razvedka Aristondan kelgan turbani radiatorga tiqasizlar, chiqib ketganini sovuq suv kirib, Aristonga sovuq suv kiradi, o'shunga sayib qo'yasizlar. Bo'ldi. Suv o'z sirkulatsiya bo'lib aylanib turaveradi. Ushlasangiz qo'lingizni kuydiradi. Do'stlar. Ko'p kecha kuni o'tganda men xuddi shunday desam, qanday kuydirmaydi, qo'l issiq bo'lmaydi. Aylanib ketangiz, endi dushovoyda kranniki bor-ku, krannikda shunday issiq suvni ponni ochib turib, dakansa, taqab turib. Temirni 1 minut tushab bera olasizmi? Tusha olmaysiz. Bu suv tushirgan kranniki bor-ku, krannikni o'zini ponni dakansa, issiq suvga taqab turib, usha berchi. Qo'lim kuyadi, aylanib ketadi, u radiator yuqqa narsa bo'ladi.
ichida par bilan issiq suv chakana gradusda issiq bo'ladi varistonni ichidagi suv. Shunday qilib qo'ysanglar bo'laveradi do'stlar. Qanday savetingiz bo'lsa, masalan, hozir o'zingizlar o'ylab ko'ringlar. Erta bahor dushga kiram desanglar, parovoyga ulatib qo'ysanglar. Tonni parovoyda yaqishga to'g'ri keladi do'stlar. Men aytgan sistema oson bo'ladi. Shunda Aristonga ulaysiz, bo'ldi. Kirishdan bir 20 minut oldin shunga sayib qo'yasiz. Komnatning dushni isitib turadi. Chiqib ketganda sug'urib qo'yasiz. Donda bo'ladigan bo'lsa, erta bahor hayotda sizga parovoyda yoqib bermaydi. Men dushga tushim, parovoyda yoqib ber desangiz, boshing ishda, barcha qol deydi. Mayli tinch bo'linglar. Kanalimizga kirsanglar, mashina yangiliklarni aytib turamiz do'stlar.